O'zi Mourinyo'ni Realga qaytishi men uchun bir nonsens bo'ldi. G'alati qabul qildim. Chunki Maur kelgan payt bilan hozirgi davr o'ta farq qiladi. Hozir Mourinyo'ni jangovarligini bilamiz, u futbolchilarni kurashtiradi. Keyin Mourinyo o'z mana bu sobiq jamoalarga qaraydigan bo'lsak, o'sha uslubi uncha muvaffaqiyat keltirmaganini ham ko'ryapmiz. Konfliktlar, janjallar, kichik titullar, darajalar tushib bordida va bir Realga kelib qolyapti. Mourinyo Realga kelib qolyapti. O'sha eski narsalarni eslagan holda Florentino Perez o'sha davrni yana qaytarar degan maqsadda hozir Laportani yurishini qilyapti-da. Laporta shunaqa taktik murabbiy olib keldi-yu, Flick hamda Guardiola butunlay jamoani perezapusk deydi-yu, o'zgartirib yubordi. Birdan yangi davrga olib chiqdi. Unisi Messi bilan bo'lgan edi va bu Messisiz davrni ancha yurgizib yubordi. Flickni ko'rdik, yuqori liniyasi yana boshqa futbol. Ammo Mourinyoda futboldan tashqaridagi narsalarda ko'proq, agar Maur haqida gapiradigan bo'lsak, uning futbolchilarga beradigan motivatsiyasi, futbolchilarning jangovorligi, jismoniy tomondan futbolchilarni otga aylantirishi, matbuot anjumanlarini yondirib berishi, qirpichoq. El Clasico janjal bo'lar. El Clasicoda yana bir narsalar bo'lib ketar.